Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham HTML editor to'g'risida gaplashishga davom etamiz. Kelinglar, bugun HTML editordan foydalanib, xat jo'natish uchun mo'ljallangan foydalanuvchining grafik interfeysini yasashga harakat qilib ko'raylik. Uning uchun eng birinchi navbatda bizga grid pane kerak bo'ladi. Avvaliga bu nomini setka deb nomlaymiz. Setkani yasab olganimizdan keyin endi setkaga kontrollarni bitta-bitta etib chiqsak bo'laveradi. Eng birinchi navbatda bitta label yasab qo'yaylik. Anonim label yasaymiz. Bu labelimizni sarlavhasiga kimga yozaylik. Bu labelimiz 0-ustun 0-qatorga joylashtiriladi. Bundan keyin label yoniga text field yasab o'qitamiz. Endi mana shu joyga text field yasaymiz. U endi 1-ustun 0-qatorga joylashtiriladi. Setkaga yana bitta label qo'shaylik. Xatda mavzusini yozish kerak. Mavzuyimiz 0-ustun 1-qatorga joylashtiriladi. Mana bu joyda qovus ochib yopish esdan chiqibdi. Bizga yana bitta text field kerak bo'ladi. Uni ham setkaga qo'shishimiz kerak. Setga new text field deb yozamiz. Bunimiz endi 1-ustun 1-qatorga joylashtiriladi. Buni ham qo'shib olganimizdan keyin endigi navbat bitta HTML editor yasab qo'shishga keldi. Setkaga add deyman. 5 ta parametrli add metoddan foydalanamiz. New HTML editor deyman. Bekka column index 0, row index 2 bo'ladi. Columnda ikkitasini span qiladi, rowda bittasini. Row span qilmaydi yani. Undan keyin setkaga add qilib jo'natishni ham qo'shib qo'ysak, bu button bo'ladi. Jo'natish degan tugma. Sarlavhasiga jo'natish deb yozib qo'ysak, 0-ustun 3-qatorga joylashtiriladi. Endi setkani har bitta tomondan joy tashlab chiqish uchun set padding degan metoddan foydalanardik. Buning uchun new insert deymiz. Har tomonidan 8 birlikdan joy ajratamiz. Setkani set h gapini 5 qilsak, setkani endi v gapi ham bor. V gapini 10 qilib sahnamizga endi sarlavha qo'yamiz. Xat yuborish deylik. Sahnamizga epizod joylashtirishimiz kerak. Setsin deb birovlar joylashtirilayotgan vaqtda anonim epizod yasab ko'ramiz uchun o'zi. Anonim epizodimizni ildizi sifatida setkani qo'yamiz. Buni enini 580, bo'yini 520 qilaylik. Endi sahnani show deb qo'yadigan bo'lsak, shu bilan dastur ishga tushgan vaqtda oynamiz ko'rinadi. Kodni ishga tushirib ko'ramiz. Kodimiz ishga tushdi, lekin text field yasamabmiz. Mana bu joyga text deb qo'yibmiz. Bu aslida text field bo'lishi kerak edi. Kodni qaytadan ishga tushirib ko'raylik. Mana kimga misol uchun falonchi sanachga misol .comga xat yozaylik. Mavzusi haftalik hisobot bo'lsin. Endi xat yozishimiz kerak. Haftalik hisobot. Birinchi loyiha, birinchi qadam masalan bajarildi. Tayyorlangan mahsulot buyurtmachilarga yetkazib berildi dedik. Ikkinchi qadam tugallangani yo'q. Buning uchun bizga resurslar kamlik qilyapti. Ikkinchi loyiha bo'lsa keyin mayli, haftalik hisobotni heading bilsak katta bo'ladi bu sarlavha. Buni masalan heading 2 desak kichkinaroq sarlavha bo'ladi. Birinchi qadam tugatildi, birinchi qadam bajarilib bo'lindi. Bajarilib bo'linganini fonini xolasi o'zgartirishimiz mumkin. Masalan yashilga. Ikkinchi qadam tugallangani yo'q. Buni aytaylik qizil qilib qo'ydik. Foni qizil bo'lsa aytaylik. Bundan keyin ikkinchi loyiha heading 2 bo'ladi. Xullas formatlarni o'zimiz istaganimizcha o'zgartirsak bo'laveradi. Bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iborat edi. HTML editor to'g'risida gaplashdik. Xudo xolasa keyingi darsimizda yana davom ettiramiz. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.